بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tahsin kuzatuvchilari, hurmatli tahsin tolibalari, hammanglar yaxshisizlar degan umiddaman. Demak, bismillah deb bugungi suhbatimizni, ya'ni qanday qilib tartiblik, qanday qilib intizomlik bo'lish mumkin? Buni hozirgi kundagi nomi disiplin, ya'ni qanday qilib disiplinli bo'lishlik mumkin? Shu haqida inshaalloh bugun suhbat qilamiz. O'zi disiplin so'zi o'zbekcha ham emas, arabcha kalima ham emas. Arab tilida bu kalimaning ma'nosi idoratul vaqt va yoki tanzimul vaqt, ya'ni vaqtni idora qilishlik, vaqtni tartiblashlik, vaqtni o'z qo'lingizga olishlik ma'nolari bor va yana ham o'sha vaqtni tartiblik, intizomli qilishlik ma'nolari bor. Ya'ni disiplin deb agar suhbatni davom ettiradigan bo'lsam, menimcha hammaga disiplin so'zi tushunarli bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni uzun qilib aytgandan ko'ra yana ham esda qolarlik bo'ladi inshaalloh. Demak, bu mavzu hammamiz uchun juda ham muhim mavzu bo'lgan, hammani qiziqtiradigan, hammani og'riqli nuqtasidan biri deb o'ylayman. Chunki disiplin bu o'sha odam o'zini boshqarishlik va yoki vaqtni to'g'ri taqsimlashlik va yoki o'sha harakatlarimizda qanday qilib qat'iyatli bo'lishlikni o'rgatadigan narsa. Bu disiplin bizni hayotimizda har bir qismida, hayotimizda har bir sohasida juda ham zarur. Masalan, ibodatlarimizda muhim, ilm olishlikda muhim, ishlarimizda muhim, hattoki dam olishimizda ham disiplin juda ham muhim. Chunki disiplin bo'lmagan joyda nima bo'lmaydi? Tartib bo'lmaydi. Tartib bo'lmagan joyda albatta nima bo'lmaydi? Baraka bo'lmaydi. Biz disiplinni 3 ta qismda inshaalloh bugun yaxshi tushunib, o'zimizda o'sha barpo qilishlikda tushunib olamiz inshaalloh. Birinchi o'rinda disiplinni ahamiyati haqida gaplashamiz. Ikkinchi o'rinda disiplinni buzadigan odatlar, ya'ni disiplinni nimalar buzadi, shular haqida batafsil gaplashamiz. Uchinchisi, disiplinni qanday qilib o'zimizni shakllantirishimiz mumkin? Uni yo'llari bormi yoki yo'qmi? Shular haqida bugungi mavzuyimiz, bugungi suhbatimiz mana shu mavzular ustida bo'ladi inshaalloh. Menimcha hammaga qiziq, hammaga kerakli mavzular deb o'ylayman. Demak, birinchi mavzu disiplinning ahamiyati haqida bo'ladi. Disiplinni, ya'ni tartibli, intizomli bo'lishlikni ahamiyati 3 nuqtai nazardan qarasak bo'ladi. Diniy taraflama, ya'ni diniy hayotimizda qanchalik ahamiyati bor, ilm olishdagi, ya'ni o'z ustimizda ishlashlikda qanday ahamiyati bor? Uchinchisi, hayotimizda, oilaviy muhitimizda, atrofimizdagilarga qanday ahamiyati, qanday ta'siri bor? Mana shu 3 qismga bo'lib, hozir sizlarga disiplinni qanchalik muhim ekanligini tushuntirib o'taman. Birinchisidan boshlaydigan bo'lsak, diniy hayotimizda qanchalik disiplinni ahamiyati bor. Masalan, diniy hayotimizda, ya'ni islom hayotimizda namoz, ro'za, masalan, Qur'on tilovat qilishlik, bularning barchasiga vaqtni tartiblashligimiz juda ham muhim. Ya'ni namozni biz xohlaganimizda, xohishimiz kelib qolganda o'qimaymiz. Alloh taolo o'zi belgilab bergan o'sha har kuni 5 mahal belgilangan soatdan belgilangan soatgacha o'qishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tasavvur qiling, siz har kuni 5 mahal aynan namoz amalini, namoz ibodatini bajarishlik uchun ma'lum vaqtda turishligingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizni xohishingiz, sizni qalbingiz, sizni istagingiz kelib qolganda emas, aynan Alloh taolo qaysi vaqtga belgilagan bo'lsa, o'sha vaqtda o'qishingiz kerak bo'ladi. Bu aynan, ya'ni Alloh taoloning huzurida disiplinni, aynan tartib intizomni qanchalik ahamiyati katta ekanligini ham bir misolchasi xolos. Masalan, ro'za ham xuddi shunday. Ro'zani biz Ramazon ro'zasini xohlagan vaqtimiz tuta olmaymiz. Xohlagan vaqtimiz, xohlagan oyimizda belgilab tuta olmaymiz. To'g'rimi? Ya'ni Ramazon ro'zasi o'ziga yarasha belgilangan vaqtda, belgilangan sifatlarda, belgilangan soatlarda tutiladi. Bu ham, ya'ni disiplinni qanchalik ahamiyatli ekanligiga bizga dalil. Chunki aynan Ramazonda faqat bir kun ham emas, qancha davomiy 30 kun davomida biz ro'zani tutamiz. Ya'ni bu ham albatta vaqt
va disiplinga juda ham katta ahamiyati bor. Qur'on tilovati ham xuddi shunday. Ya'ni siz vaqtlaringizni tartiblab, har kuningizdan bir vaqt ajratmaydigan bo'lsangiz, unda o'sha sizda disiplinni bir qancha nimasi tushgan bo'ladi, ya'ni noqislik bo'ladi. Bunga yana bir, ya'ni islom hayotida, ya'ni bizni diniy hayotimizga disiplinni qanchalik ahamiyati katta ekanligini bir kichikgina bir hadis bilan ham tushuntirishim mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, afzalul a'mali adwamuha va in qalla deganlar. Ya'ni amallarning eng afzali oz bo'lsa ham davomiy bo'lganidir. Ya'ni Alloh taoloning huzurida eng afzal amal kam bo'lsa ham lekin davomiy qilinganidir. Ya'ni siz bir jo'shib ketganingizda, masalan, deylik 10 rakat nafl namoz va yoki o'sha 100 rakat, ba'zilar bir kunda bitta qilib 100 rakat nafl namoz o'qiydi-da, shu bilan nafl namoz degan narsani yillab unutib oladi. Bundan ko'ra har kuni 2 rakatdan lekin davomiy har kuni o'qilgan 2 rakatli nafl namoz boyagi bir kunda jamlab o'qilgan 100 rakat namozdan ko'ra yaxshiroq. Ya'ni ozgina bo'lsa ham davomiy bo'lgani Alloh taoloning huzurida suyukliroq, Alloh taoloning huzurida afzalroq ekan. Ya'ni mana shu hadisni o'zidan biz tushunishimiz mumkinki, davomiylik oz bo'lsa ham davomiylik Alloh taoloning huzurida eng suyukli amallardan bo'lar ekan. Kichkina amal bo'lsa ham o'sha ya'ni davomiylik degani o'sha disiplinlik, tartiblik, intizomlik bo'lishlik Alloh taologa yana ham yaqinlashtirar ekan bizni. Bu diniy hayotimizga bo'ladigan ahamiyat. Endi ilm olishdagi hayotimizga, o'zimiz ustimizda ishlashlikdagi hayotimizga qanaqa ta'siri bor disiplinni? Albatta ta'siri katta. Buni misollarini agar hozir aytadigan bo'lsam, juda ham ko'p. To'g'rimi? Sog'lom turmush tarzi, ya'ni ovqatlaringizni sog'lom, to'g'ri ovqatlanishlik, sport qilishlik va hokazo. Aynan siz o'zingizni ustingizda rivojlanishlikda bir kunda o'tirib olib bitta kitobni tugatgandan ko'ra har kuni 5 daqiqa va yoki 10 daqiqa davomiy kitob o'qishlik boyagindan ko'ra siz uchun nimaroq, foydaliroq. Kam lekin muntazam o'qishlik sizni o'sha o'qigan ilmingizni yana ham o'zingizga mustahkam qiladi. Va yoki birdaniga o'sha sport qilishlikda masalan birdaniga boshlab olib, masalan 2 kun qattiq shug'ullansangizda, shu bilan oylab sport degan narsani unutib yuborsangiz, unda sizda bir natija bo'ladimi? Albatta bunda ham natija bo'lmaydi. Undan ko'ra kuniga 10 daqiqadan, masalan, o'zingiz ustingizda ishlashligingiz uchun 10 daqiqadan bo'lsa ham o'sha lekin davomiy haftada 3 kundan sport qilganligingiz bu siz uchun yaxshiroq. O'sha davomiy oz-ozdan qilishligingiz aynan sizni disiplinlik bo'lishligingiz, tartiblik, intizomli bo'lishligingizga aynan o'z ustingizda rivojlanishligingiz qismida sizga foyda beradi. Uchinchi va oxirgisi esa bu hayotingizda, ya'ni oilaviy muhitingizda disiplin qanchalik sizga ahamiyati bor. Albatta buni ahamiyati juda ham katta. Ya'ni buni agar misollar bilan keladigan bo'lsak, juda ham ko'p bo'ladi, lekin umumiy o'laroq tushuntiradigan bo'lsam, tasavvur qiling, disiplinlik, tartiblik, intizomlik ota-onani farzandlari qanday bo'ladi? Masalan, ovqatlarni o'z vaqtida, ilm olishligi o'z vaqtida bo'lsa, masalan, farzandlar bilan o'tkazadigan vaqtlari tartibli bo'lsa, o'sha uy ishlari bo'ladimi, ko'cha ishlari bo'ladimi, moliyaviy taraflama o'sha qilish kerak bo'lgan ishlari bo'ladimi, hamma o'sha ota-onani bo'ynidagi ishlar. Tasavvur qiling, siz ota-onani qilish kerak bo'lgan nima ish bo'lsa, nima bo'lishidan qat'iy nazar, tashqaridagi ish bo'ladimi, uyda ichidagi ish bo'ladimi, o'zi ustidagi ish bo'ladimi va yoki o'zini farzandlari ustidagi haqlari bo'ladimi, hamma jihatda, hamma qismda disiplinli bo'lishlik, tartibli bo'lishlik, intizomli bo'lishlik kelajakdagi farzandlar uchun juda ham katta ahamiyati bor. Ya'ni buni masalan men kichkinagina misol bilan agar aytadigan bo'lsam, misol uchun, masalan, bitta ona agar o'sha uyg'onadigan vaqti, ovqat qiladigan vaqti, uylarini yig'ishtiradigan vaqti, o'ziga qaraydigan vaqti, bolalariga ajratgan vaqti, har bittasi tartibli, har bittasi o'z vaqtida bo'lsa, har bittasi iloji boricha, ya'ni albatta bu narsa mukammal darajaga chiqishligi biroz qiyin bo'lishi mumkin, xosatan farzandi ko'p bo'lgan oilalarda. Lekin
imkoniyat bo'la turib, vaqtlari bo'la turib, men hozir uni disiplinni buzadigan narsalarda yana ham tushuntiraman. Ha, mana shu uchun aytilgan ekan deb o'zinglar tushunib yetasizlar inshaalloh. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, butun kun turganidan to o'sha obedgacha telefonda o'tirgan onadan ko'ra, boyagi aytgan misolimdagi ona bolalari uchun juda ham katta o'rnak bo'la oladi. Va unday ota-onalarning farzandlari ham inshaalloh kelajakda yana ham tartibli bo'lishadi, yana ham mas'uliyatli bo'lishadi va o'zini ham va boshqalarning ham haqlarini joyiga qo'ya oladigan farzandlar bo'lib yetishadi inshaalloh. Demak, disiplinli bo'lishlikni, tartib intizomli bo'lishlikni 3 ta jihatdan ahamiyatini biz hozir ko'rib chiqdik. Diniy hayotimizdagi ahamiyati, ilm olishdagi va yoki o'zimizni ustimizda rivojlanishdagi ahamiyatini ko'rib chiqdik va oxiridagi oilaviy muhitga qanchalik ta'siri, ahamiyati bor ekanligini birgalikda ko'rib chiqdik. Menimcha bu uchalasi sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar tushunarsiz joylari bo'lsa, davomida yana ham to'ldirib boraveramiz.